Endi akfa eshik deraza sotib olish uchun Izza bozorga borishingiz shart emas. O'zimizni Parkent tumani Atipidagi Taxta bozori chekeladigan bo'lsangiz, xuddi shunaqa tayyor razmerda eshik derazalarni Otabek akam assortimentini tushirib qo'ygan. Bemalol kelib, o'zingizga kerakli razmerda derazalar deysizlarmi, oynalar deysizlarmi, mana bunaqa eshiklar deysizlarmi, bo'yi pastroq, bo'yi balandroq, o'ngga, chapga ochiladigan variantlaridan tayyor razmerda olib ketsanglar bo'ladi. Assortiment juda ham ko'p, hurmatli do'stlar, tanlab olib ketsanglar bo'ladi. Undan tashqari MDF eshik so'ragan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, ulardan ham tushirib qo'ygan ekan. Videoga bitta like bosib qo'yasizlar, e'tibor berasizlar. Mana aka MDF eshiklarni xilma-xil dizaynida olib kelib tushirib qo'yibdi bu yoqda. Xohlasanglar seri, xohlasanglar cho'ku, xohlasanglar mana bunaqa variantlari, shokoladniy variantlari, baland, past, xullas ko'pchilik uyda 2 metr, 1.90 eshiklari bo'ladi. Xohlagan razmerda mana aka strijlangan, yengga bo'lib turibdi. Izza bozor, O'rizor bozorga borib olib kelishingiz shart emas. O'zimizni Parkent tumani eski Taxta bozoriga keladigan bo'lsanglar, shu yoqdan xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Mana bu yoqda ham, bu boksasida ham to'la eshik deraza. Xudo xolasa razmerlarni o'lchab olib keladigan bo'lsanglar, bitirib kelsanglar bo'ladi. Mana aka akfalarni bu yoqqa yana xilma-xilni tushirib qo'ygan. 2 tabaqali romlar, 1 tabaqali romlar, o'ngga ochiladigan, chapga ochiladigan mana bunaqa akfalarni 2 tabaqali. Menimiz kichkinaroq bo'ladi, menimiz kattaroq bo'ladi. Xohlasanglar 1 tabaqali. Mana bunaqa katta seli tayyor razmerdagi hop, akfa derazalar, xullas MDF eshiklar, xohlagan turlarni topib kelsanglar bo'ladi. Like bosib qo'yasizlar. Eski Taxta bozori chekiladigan bo'lsanglar, shu yoqda Otabek ham sizlarni kutib oladi. Yoki bo'lmasam, mana bu bannerda ko'rsatilgan telefon nomerlariga telefon qilsanglar, razmerlari bilan o'lchab e'tiborsanglar, dastlabki qilib uylarga kelishilgan holatda uylardan turib ham dastlabki qildirib olsanglar bo'ladi. Like bosib, shunaqa eshik deraza qidirib yurgan akalarga videoni tashlab qo'yasizlar.